Assalomu alaykum hammaga. Kim dastavkada ishlasa bu kayfni biladi deydi-ku. Kechsa soat 10dan keyin mana mazza holatda bir moshin kam bo'ladi. Gazni bosasizlar, o'riladi, o'rgilib turadi. Moshin yo'q. Ketaverasizlar, orasida ham. Mana qizil yonib turibdi. O'tib ketamiz. Iloji yo'q. Bosdi yana yondi. O'riladi, bosamiz. Endi avtobus menimcha 65 euro bo'ladi. Kattaroq bo'ladi. Binay kattaroq. Yo'lga tushib ketaveramiz mana. Qiyinchilik yo'q mana. Dastavkada shu. Dastavkada malol yo'l keng. Yo'llarga qarab yurasizlar, depeslar bo'ladi. Yo'l katta onasi. Qo'rqmasdan hayda olasiz.